O'zbekistonda kelin qaynotaning iltimosiga ko'ra Lionel Messiga kelin salom qildi. Bir xonadonda haqiqiy epik holat yuz berdi. Qaynota Barselonaning ashaddiy muxlisi, xonani Messi posterlari va klub bayroqlari bilan bezatib qo'ygan va uning iltimosiga binoan kelin salomni aynan argentinalik afsonaga qaratib bajardi. O'sha futbolchini rasmiga kelin salom qildiryapti kelin. Shu darajada odamlar manqurtlashib ketyapti. Agar birovga sajda qilishiga buyursam, ayollarni erlarga sajda qilishni buyurardim deyapti. Ya'ni hech kimga sajda yo'q ekan. Shuning uchun aytamizman, kelin salom ham yo'q. Bu kelin salomda qarasangiz, ha hurmat deydi. Bilamiz nimaligini. Hurmat. Mana Rasulullohga kim sig'inmagan sahobalar hurmat qilib qolmoqchi bo'lgan. Lekin shuni ham qaytarganlar. Yana ular erkagina qilmaydi u kelin salomni. Qaynona bormi, qaynota bormi? Hatto hozir ko'ryapsiz-ku, nima qilibdi biri? Mana futbolchini rasmini ko'tarib olgan. Qaynotasi o'shani muxlisi ekan yoki erimi kimdir. O'sha futbolchini rasmiga kelin salom qildiryapti keliniga. Shu darajada odamlar manqurtlashib ketyapti qarang. Mana mullalar ham ajablanasan-da, o'tirib olib faqat bemazhablik, salafiylik do'rmay odamlarga mana shu narsalarni o'rgatsa bo'lmaydimi? Minbarga chiqib faqat davlat buyrug'ini gapiradi. Xuddiki odamlarning ichida biror bir munkar qolmay ketgan, hammasi joyida zo'r, odamlar avliyo bo'lib ketgan. Shu bitta muammo qolgan. U ham bo'lsa nima? Salafiylik, bemazhablik. Qarang, odamlar qanaqangi darajada johil. Qaysi mazhabga to'g'ri keladi? Ayt bu gap. Hanafiylikka to'g'ri keladimi? Yo'q. Kelin salom qilish. Maturidiylikda bormi shunaqa narsa? Qaysi mazhabda bor bu aytgin? Naqshbandiy tariqatida bormi yoki shu narsa ham kelin salom qilish? Kim aybdor shunga? Odamlarga shu mas'ul qilingan mullalar aybdor. O'rgatish kerak. Nimaga men o'rgatishim kerak desang, chunki sen boshqani eshitma deysan. Biz gapirib yotibmiz buni. Sen bular eshitma deysan boshqani. Unda o'zing chiqib gapirishing kerak odamlarga mana shuni. Seni yoqingdan tortadi qiyomat kunida. Bularni o'ziga qarasang ham, o'zi ham podshohning rasmiga kelin salom qiladi-da. Endi nima deysiz bunda? Qoys ibn Sa'd aytadilar, men Hiraga keldim. Ularni o'zlarining marzubonlariga sajda qilayotganlarini ko'rdim. Shunda aytdimki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u zot sajda qilinishga haqliroq dedim. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga keldim, aytdimki, men Hiraga bordim. Ular o'zlarining marzubonlariga sajda qilayotganlarini ko'rdim. Siz ya Rasululloh sajda qilishimizga haqlisiz. Haqliroqsiz dedim. Rasululloh aytdilarki, aytginchi, agarda mening qabrimni oldidan o'tsang, unga sajda qilarmiding dedilar. Men yo'q dedim. Rasululloh aytdilarki, unday qilmanglar unda. Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu an-nisaa an yasjudna li azwajihinna lima ja'ala Allohu lahum alayhinna min al-haq. Agar men birovga sajda qilishiga buyursam, ayollarga, erlarga sajda qilishlarini buyurgan bo'lardim. Alloh ularni, ya'ni erkaklar uchun ayollarning zimmasida qilgan haqlaridan dedilar. Ya'ni Qoys ibn Sa'd radhiyallohu anhu aytibdilar, men Hiraga bordim. Hira Kufa, Iroq shahrida, Iroq yurtidagi bir shaharlardan. Qarasam, ular o'zining bir marzuboniga sajda qilyapti ekan. Marzuboni degani Mirzobon deydi-yu, o'sha boshlig'i degani o'zini, domkomi, xo'jayini, hokazo katakonlari ya'ni. Mana shu narsa bizga haligacha saqlanib qolgan, u katakonlarga ikki bukilib ta'zim qilishadi ya'ni. O'shana qilib sajda qilyapti ekan. Keyin u kishi aytganlarki, tabiiy ular hurmat sajdasini qilyapti, sig'ingani yo'q ya'ni. O'ylaganlarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u zot sajda qilinishga haqliroq. Rasulullohga qilishimiz kerak ekan shunaqangi hurmatni. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, mana shuni aytib beryaptilar. Men Hiraga bordim, ular o'zining marzuboniga sajda qilayotganini ko'rdim. Siz ya Rasululloh haqliroqsiz sizga sajda qilishimizga dedim. Ammo Rasululloh aytganlarki, aytginchi, agar mening qabrim oldidan o'tsang unga sajda qilamiding dedilar. Yo'q dedilar u kishi. Unday qilmanglar unda dedilar. Chunki inson qabrdami, tirikmi, baribir inson. Qabrdagisiga sajda qilmaysizmi? Ha, bo'ldi, tirikligini ham sajda qilma deyaptilar. Endi mana shu yerda qarang, mana supalarga raddiya chiqadi. Bugun bu johillar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabriga borib duo qilib yotadi, qarasangiz, Rasulullohning qabriga borib madad so'raydi. Inkor qilsang sen vahobiysan deydi. Oy, baraka topkur, bu vahobiylikdan oldin hadisda ham bo'lgan Abu Dovud ham vahobiymi unda mana? Rasulullohda ham vahobiy deysizmi yoki? Rasululloh buyurganlar buni, ya'ni qaytarganlar bundan. Ha, endi Muhammaddan xo'p olib kelib shuni yangilagan bo'lsalar shu narsani, ya'ni odamlarni o'lib ketgan vaqtda tiriltirgan bo'lsa. Kim shuni qilsa endi vahobiy bo'ladimi? Bu johillikdan boshqa narsa emas. Mana ochiq qaytaryaptilar qarang. Sahobalarda aniq bir e'tiqod bo'lgan ekanda, Rasulullohning qabriga sajda qilib bo'lmaydi. Borib hozir ikki bukilib o'shida cho'nqayma tovuqqa o'xshab o'tirgan odamlar Rasulullohning qabrini oldida. Xuddi namoz turganda qo'lini bog'lab ola qarasang. Nima qilyapsan sen? Nima namoz o'qiyapsan Rasulullohga qarab? Qibla bu yoqda desang, ha bilaman deydi. Qiblaga qarab duo qiladi odam. Qiblaga qarab qo'lni bog'lab namoz o'qilinadi. Rasulullohning qabriga qarab shunaqa rivoyat qilinadi.
Ana shuning uchun qarang, mana janozada sajda yo'q. Nimaga janozada ruku yo'q, sajda yo'q? Bu o'likka sig'inish bo'lib qolmasligi uchun. Bir narsa sen go'yoki seni Rasulullohni hurmat qilmayotganga chiqaradi. Mana Rasulullohni sahobalar ham hurmat qilgan, hurmat qilgandan sajda qilaman degan, lekin Rasululloh buni qaytarganlar. Hurmat bunaqa bo'lmaydi. Modam qabrimga sajda qilmaysanmi deyaptilar. Unda tirikligimda ham sajda qilma menga dedilar. Agar birovga sajda qilishiga buyursam, ayollarni erlarga sajda qilishni buyurardim deyaptilar. Ya'ni hech kimga sajda yo'q ekan demak. Shuning uchun aytamiz, kelin salom ham yo'q. U kelin salomda qarasangiz, hurmat deydi. Bilamiz nimaligini. Hurmat. Mana Rasulullohga kim sig'inmagan sahobalar hurmat qilmoqchi bo'lgan. Lekin shuni ham qaytarganlar. Yana ular erkagina qilmaydi u kelin salomni. Qaynona bormi, qaynota bormi? Hatto hozir ko'ryapmiz-ku, nima qilibdi biri? Mana futbolchining rasmini ko'tarib olgan. Qaynotasi o'shani muxlis ekan yoki erimi kimdir. Qaysi bir futbolchining rasmini ko'tarib olgan, o'sha futbolchining rasmiga kelin salom qildiryapti keliniga. Shu darajada odamlar manqurtlashib ketyapti, ana qarang. Mana mullalar ham ajablanasan-da, o'tirib olib faqat bemazhablik, salafiylik do'rmay odamlarga mana shu narsalarni o'rgatsa bo'lmaydimi? Minbarga chiqib faqat davlat buyrug'ini gapiradi. Xuddiki odamlarning ichida biror bir munkar qolmay ketgan, hammasi joyida zo'r odamlar avliyo bo'lib ketgan. Shu bitta muammo qolgan. U ham bo'lsa nima? Salafiylik, bemazhablik. Shuni ko'proq gapirish kerak, shuning uchun gapirayotgandek go'yoki. Qarasang, odamlar qanaqangi darajada johil. Qaysi mazhabga to'g'ri keladi? Ayt, bu gap Hanafiylikka to'g'ri keladimi? Yo'q. Messiga kelin salom qilish. Maturidiylikda bormi shunaqa narsa? Qaysi mazhabda bor bu aytgin? Naqshbandiy tariqatida bormi yoki shu narsa? Messiga kelin salom qilish? Kim aybdor shunga? Odamlarga shu mas'ul qilingan mullalar aybdor. O'rgatish kerak. Nimaga men o'rgatishim kerak desang, chunki sen boshqani eshitma deysan. Biz gapirib yotibmiz buni. Sen bular eshitma deysan boshqani. Unda o'zing chiqib gapirishing kerak odamlarga mana shuni. Seni yoqingdan tortadi qiyomat kunida. Bularni o'ziga qarasang ham, o'zi ham podshohning rasmiga kelin salom qiladi-da. Endi nima deysiz bunda? Fala ta'sal al-qawmil fasiqin deysa keyin, afsus chekma bu fosiqlarga degan. Muhammad Rasululloh aytdilarki, agar birovga sajda qilishiga buyursam, xotinlar erlarga sajda qilishni buyurardim deyaptilar. Chunki Alloh u erlarni xotinlar ustida haqqini qilganidan. Ko'ryapsizmi? Agar sajda qilish kerak bo'lsa, eriga sajda qilar ekan xotin kishi. Dadasiga emas, ayasiga emas, bolasiga emas, ishdagi xo'jayiniga emas, ustoziga emas, dugonasiga emas, eriga. Bu degani mana shu hozir aytilinganlarning hammasidan erning haqqi ko'p degani. Mayli sajda qilmaydi, lekin haqqi ko'p baribir. Bugun mana ayollar ko'pincha mana shu narsalarni janjal qiladi eri bilan. Dugonam bilan gaplashtirmayapti. Telefonda ota-onam bilan gaplashtirmayapti. Telefonda akam bilan gaplashtirmaydi. Telefonda uni qilmaydi, bunday qilmaydi. Xo'p, farazan aytaylik, shu endi mayli, shunday qilibdi ham deylik. O'zi bir sabab bo'ladi odatda. Bekorga qilmaydi shuni erkak kishi. O'tirib olib fitna qiladi o'shalar. Xo'p, lekin shunday qilibdi ham deylik. O'shalarning hammasidan erning haqqi ustunmikan mana? Masalan qarang, bir farzandda ota bilan ona talashyapti. Kimni ko'proq rozi qilish kerak o'sha farzand? Onasini aytganini qilish kerak. Onangga deganlar-ku, to'g'rimi? Ha, endi otani ham to'g'ri qiladi qo'ldan kelgancha, lekin asli ona. Xuddi shunga o'xshab aytmoqchimanki, xotin ham mayli ota-onasini rozi qilish kerak, mayli aka-ukasini rozi qilish kerak, lekin birinchi o'rinda eri. Qayerda aytilingan? Endi ana shu ota uchun, aka-uka uchun, boshqa uchun yoki dugonasi uchun ba'zan. Dugonam bilan gaplashtirmayapti deydi. Erni norozi qilish kerak, shu bilan er bilan janjal qilish kerak, shu bilan kerak bo'lsa ajrashib ketish kerak o'sha erdan deb. Qayerda aytilingan? Faqat va faqat bugungi mana psixolog deb olganlar, sen o'zing uchun yasha, o'zingni qadringni bil, o'zingni chegarang bo'lsin, o'zingni kamsitib qo'yma, o'zingni xafa qildirib qo'yma degan ana shu chala savodlardan chiqayotgan gap xolos bu, shariatdagi gap emas bu. Qancha oilalarni buzoryapti bunaqangi befahmlar. Aqllilik qilib. Feminizm deydi, ayol huquqi deydi, ayol gapi. Bunda oilalar buzilib ketyapti. Ayol kishi hissiyot bilan qaror qabul qiladi. Tushunmaydi to'g'ri gapni, atrofidagi odamlarni ajrata olmaydi. Ana shuning uchun shu ering degan, shu qayerga tortqilasa ketaver shu bilan degan. Endi albatta jahannamga ham demayapman. Mo'min musulmon odammi? Shu seni qayerga qarab olib ketsa, ket shu bilan degan. O'zingcha u boshqa deb boshqani gapiga kirib unga isyon qilma degan. Ana shuning uchun aytgan Alloh, "Rijal qawwamun 'alan nisa." Erkaklar ayollar ustida qawwam degan tinimsiz uni to'g'rilab turadi degani. Qoyim turib ustida doim shunga bir boshda boshqosh bo'lib turish kerak degani. O'ziga qolsa ayol kishi o'zi shu qiyshiq qovurg'a qiyshayib ketadi. Yo'lini topolmaydi hayotda ayol o'zi. Doim uni boshda bitta erkak kerak. Nikohgacha valiyi, nikohdan keyin eri.
Endi bu yerda hadis hozir Qoys ibn Sa'ddan kelibdi, boshqa rivoyatlarda kelgan. Muoz radhiyallohu anhudan ham shunaqa qissa kelgan. U kishi ham kelib Nabiy sollallohu alayhi vasallamga sajda qilganlarida, men o'sha Shomda o'zlarini poplariga ularni sajda qilayotganini ko'rdim. Shuning uchun sizga shuni qilishimiz kerak deb o'yladim deganlarida Rasululloh u kishini ham xuddi shunday qaytarganlar. Uni ham xuddi shu gapni aytganlar. Agar birovga Allohdan boshqaga sajda qilishini buyursam, ayolni eriga sajda qilishini buyurardim deb keyin aytganlar. Nafsim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, ayol kishi Robbisini haqqini ado qilgan bo'lmaydi, to erining haqqini ado qilmaguncha deganlar. Agar u egarda turgan holida ham eri undan nafsini so'rasa, u man qilmasligi kerak degan. Rulda ketyapti, tasavvur qiling, yo'lda, mashinada. O'sha yerda xohlab qolsa ham erkak kishi ayol kishi qarshilik qilmasligi kerak. Uyalmaysizmi? Hech kim ko'rgani yo'qmi? O'sha mashinada bo'lsa ham, egarda bo'lsa ham deyapti. Ibn Mojaga kelgan rivoyat bu. Va yana Nasoiyda rivoyat keladi. Bashar uchun bashar sajda qilishi to'g'ri emas. Agar bashar basharga sajda qilishi to'g'ri bo'lganda, ayolni eriga sajda qilishini buyurardim deganlar. Uni haqqi unda buyukligidan. Endi savol tug'iladi, he deydi ayollar. Bu hamma narsa erkaklarga ekan-da deydi, deb o'ylaydi vaholanki. Aslida unday emas. Aslida qarasang, mana mushukka o'xshab erkalanib yashayotgan ayollar aslida. Eshakdek ishlab xor bo'lib yurgan erkaklar aslida. To'g'rimi? Ha shuncha huquqni berdi erkakka shariat. Lekin buni muqobilda ayolga mana qancha huquq beryapti-ku. Sen uyda pokizagina mushukdek yuvinib taranib o'tirasan. Issiqqina uyda yoki muzdekkina uyda hech ish qil demaydi senga shariat. Erkakka buyurgan hamma narsani. Huquqlar shunaqa muqobilda qo'yilganda. Va keyin yana shuni bilgan. Sen agar hozir shu huquqni ado qilsang eringga, shu erkakka, xuddi shu erkakni senga xizmatkor qiladi bolang orqali endi shariat. Ya'ni ertaga bir o'g'il tug'asan sen ham, to'g'rimi? Inshaalloh o'g'illi bo'lasan. Xo'p, o'g'ildimi, qizdimi hattoki bo'lmaganda. Ustida eng haqqi ko'p kim? Onang degan shariat. Ko'ryapsizmi? Sen ado qilgan muqobilingda senga qanday huquq qaytyapti endi? Hozir erga teggan payting sening ustingda eng huquqi ko'p kim deyapti? Ering deyaptimi? Ha. Endi buni muqobilda o'sha erdan ertaga bitta o'g'il tug'asan sen ham. O'sha o'g'ilning ustida eng haqqi ko'p sen bo'lasan endi. Endi oyog'ing cho'zib o'tirasan o'sha o'g'ilni ishlatib, o'sha erkakni sen ham. O'g'lim tur, unday qil, o'g'lim tur, bunday qil. Mana shuning uchun qarayman, hadisda kelgan. Nasoiy rivoyat qilgan. Oysha radhiyallohu anha aytganlar. Men Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan so'radim. Ayolning ustida haqqi eng buyuk kishi kim? Rasululloh eri dedilar. Ha, erkakning zimmasida eng haqqi buyuk kim? Onasi deganlar. Ana shu hadisda ochiq shu yuqorida aytilgan ma'noga ishora qilib qo'yilgan. Valahunna mislullazi alayhinna degandik. Ayollarning zimmasida nima narsa bo'lsa, uning xuddi shunday huquqi ham bor. O'sha tanganing ikkinchi tarafiga qaraganda-da, o'zingni bechora sanaverma. Bugun o'sha erkakning haqqini ado qilasan, o'sha erkak ham qizig'i shu ayol uchun ishlaydi, deyapmiz u. Ha, ertaga sen uchun ham ishlaydi ana bu farzandlaring, o'g'ling boshiga ko'tarib yuradi seni. Xo'jayin bo'lib yurasan o'sha o'g'lingga. 2141-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat falam ta'tihi fabata ghadban 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Agar kishi xotinini to'shagiga chaqirsa, u xotin unamasa, kelmasa unga, keyin er unga g'azab qilib tunasa, to tong ottirguniga qadar malaikalar uni la'natlaydi dedilar. Ya'ni mana ikki kishi xotinini to'shagiga chaqiryapti. U unamayapti. Masalan, yuqorida aytganimizdek, u o'sha eridan jirkanyapti, boshqa bahona qilyapti, kelmayapti oldiga. Yoki ba'zan araz qiladi o'zicha, ya'ni. Ana shunda keyin eri unga g'azab qilib tunasa, to tong ottirguniga qadar u ayol malaikalar uni la'natlaydi deyapti. O'zi bitta solih odam insonni la'natlasa odam qo'rqadi, to'g'rimi? La'nat uradi deydi. Endi butun malaikalar la'natlasachi, mal'una bo'lib ketadi-da unaqa xotin keyin. Endi nimaga endi bitta shu to'shakka chaqirganiga qaramaganiga shuncha janjal, ya'ni shuncha la'nat desangiz, chunki erkak odam birinchidan mana shunaqa paytda keyin haromga ketishi mumkin. Uyda o'sha rohatni topmagandan keyin. O'lib ketmaysanmi deydi, ko'chaga chiqib borib bir bog'ni qilib keladi. Ayniqsa hozirgi zamonda undan osoni bormi? Bitta telefon, hamma joyda xotin. Kim sabab bo'lyapti shunda? Shunga mana shu xotin sabab bo'lyapti. Ayniqsa kufr yurtida yashayotganlar bilan. Xotin shunaqa qilib arazlasa, ko'chaga chiqsa bo'ldi, o'zi o'tirib hamma joyda ayollar qarasa. Bo'ldi deydi, ketadi o'shalar bittasiga. Ana shunda o'sha ayol sababchi bo'ladi shunga, erini bir zino qilganiga, harom ish qilganiga. Hamma vaqtda ham uylanishga qodir emas, to'g'ri. Erkak odam uylaning deydi ba'zilari. Qodir emas, pul, boshqa tashvishlar bor. Ana shuning uchun malaikalar la'natlaydi. Ikkinchidan bu oila buzilishiga olib keladi bu.
Rad javobini olgandan keyin erkak odam o'ylaydiki, xotin meni xohlamayapti, yoqtirmaydi deydi. Borib xotindan sovib ketadi. Sovib ketgandan keyin ajralishga olib keladi bu. Oilaning buzilishiga ham sabab bo'lgan bo'ladi, nos qilib ya'ni. Endi to'g'ri, la yukallifullohu nafsan illa wus'aha degan. Alloh hech bir nafsni toqatdan tashqariga yuklamaydi. Ya'ni masalan ba'zi erkaklar bor, kuni bo'yi uni cho'rdek qilib ishlatadi-da, kechasi bilan endi unga to'shagida ham ayol xizmat qilishi kerak. Yo bittasi bo'ladi-da, bittasiga chidashingiz kerak. Kuni bo'yi cho'rdek qilib ishlatsangiz, kechasi endi dam olishga ruxsat bering. Kechqurun foydalanishni istasangiz, kuni bo'yi cho'rdek qilmang, sal yumshating vaziyatni, ishlarni, vazifalarni. Robert ham zaryadda turgan paytda ishlamaydi. To'g'rimi? Yoki mana bugun nimalar bor, mana elektron mashinalar. O'shalar ham qarasangiz, zaryadda turgan paytda minib bo'lmaydi uni. Zaryad olyapti. 8 soat zaryad olish kerak. Bu zaryad to'ladi, keyin mina olasiz. Ayol ham xuddi shunday. Kunduzni ham ishlatasiz, kechasi ham yana uni unaqa narsaga ishlatasiz, bo'lmaydi, u bittasini yengillating. Yoki ba'zilar o'zi bitta hammom qilib bermaydi uyda xotiniga. Keyin to'shakka chaqiradi uni. Qanaqa qilib cho'milaman deydi u ayol ham. Boshim nam bo'lib, sovuqda miyam gaymaret bo'lib, bir kasallik orttiryapman deydi. Bir hammom sharoit qilib bermaydi uyda. Faqat to'shakka chaqirishni biladi. Keyin mana shunaqa qilib la'natlaydi. Sen sharoit qilib ber. Arab diyorlarida issiq diyorlar bo'lgan yerlar, hech kim bir bunaqangi hali bizdagidek hammomlarga muhtoj bo'lmagan, cho'milib ketavergan, o'zi hamma joy issiq qurib ketaveradi. Bunaqa narsalarga ehtiyoj bo'lmaganda ularda. Arablarda bo'lganmi deydi-da? Arablarda ehtiyoj bo'lmagan. Biz tomonlarda havolar sovuq. Ular cho'milishni o'zi qiyin, cho'milsa kasal bo'lib ketadi. Sochini qurita olmaydi, issiq suv yo'q, hammom yo'q. Bunaqa sharoit qilib bermaydi-da, keyin yana u la'natlashni biladi. Alloh hech kim toqatdan tashqari narsaga buyurmaydi. Bunaqa vaziyatlarda ayol kishi mana shunaqa narsalarni talab qilishga haqqi bor. Buni istasangiz mana buni qilib bering deb. Xulosa qilib aytganda hadis nimaga kelgan? Bitta ayol nos qilib, eridan arazlab ba'zan ya'ni. Ana shunaqa qilib bosh tortadi. Ana shunga aytilgan bu. Ayollarda uchraydi-ku bunaqa narsa. Eri bilan urushib qolsa, arazlasa yo'q deb turib oladi, araz qilib ya'ni. Ana shunda aytilgan bu gap. Lekin haqiqatan ayolga jabr bo'lsa, unda bu narsada bosh tortishga haqqi bor ayol.